Inson moddiyatdan ko'ra ko'proq ruhiyatdan iborat ekanligi allaqachon isbotini topgan narsa. Buni Yapon yozuvchisi Osamu Dazai hayoti hamda uning yozganlari misolida ham ko'rish mumkin. U o'sha davrda Yapon jamiyatining aristokrat oilasida tug'ilgan, puldan yeb ichishdan muammosi bo'lmagan. Uyi xizmatkorlarga to'la, istagi muhayyo bo'lgan. Oilasidagi 11 farzanddan biri bo'lishiga qaramay, shuncha odam orasida afsuski yolg'iz ulg'aygan. U vaqtining ko'p qismini uy xizmatkorlari bilan o'tkazgan va uni asosan ular katta qilishgan. Otasi har doim siyosiy karyerasi bilan band, onasi esa muttasil kasal bo'lgan. Shu sababli Dazai uchun ota-ona mehri va ular bilan yaqin munosabatda bo'lish har doim eng katta orzulardan biri edi. Moliyaviy imkoniyatlarga qaramasdan u har doim o'zini baxtsiz, yolg'iz his etgan. Davomiy depressiya bilan kun kechirgan. Uning qayg'usi shu darajada quyuqki, umri davomida 5-6 marta o'z joniga qasd qilgan va negadir deyarli hammasida o'zini daryo yoki dengizga, ya'ni suvga tashlagan. Yana o'z joniga suiqasd paytida doim yonida kimdir bo'lgan, kimnidir, asosan sevgan qizlarini birga o'lishga ko'ndirgan. U yolg'izlikdan shu qadar qo'rqqanki, hatto yolg'iz o'lishni ham istamagan. Har safar o'z joniga qasd qilib omon qolgach, bir asar yozgan. O'sha jarayonni biroz sujetga solib, dard alami, qayg'usini qog'ozga tushirgan. Balki shu orqali o'zini yengillatgandir, balki yengillatishga uringandir. Uning ana shunday kechmishlari, tuyg'ulari to'kilgan eng mashhur asarlardan biri Insonlikdan mosuvo romanidir. U asarlarda tuyg'ular qanchalik muhimligi, yolg'izlik va tashlandiqlik hissini hech qanday moddiylik bilan eritib bo'lmasligini va bunda pulning hech qanday o'rni yo'qligini chiroyli qilib ochib bera olgan. Yagona foyda beradigani, qalbga malham bo'ladigani mehr, tushunish va sevgi deydi u. Sezganingizdek, bugun sizlarga Osamu Dazaining Insonlikdan mosuvo asari haqida gapirib beraman. Undan oldin esa kichkina mehnatimni qadrlab, videoga like bosishingizni, izohlarda faol bo'lishingizni, kitobxon do'stlaringizga videoni ulashib qo'yishingizni istardim. Negaki bu amallarni YouTube algoritmi yaxshi ko'radi va videoni ko'proq odamga ko'rsatadi. Tushunganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Insonlikdan mosuvo asarining eng asosiy va ta'sirli jihatlaridan biri bu qahramonning ichki meni bilan tashqi dunyo, ya'ni jamiyat o'rtasidagi keskin va og'riqli to'qnashuvidir. Asar qahramoni Yodzo jamiyat tomonidan o'rnatilgan normalarni, qadriyatlarni va insonlar o'rtasidagi muloqot shakllarini qabul qilishga qiynaladi. U atrofdagilar kabi bo'lishni, ular bilan yaqinlikni istaydi, lekin uning harakatlari bilan ichki holati bir-biriga to'g'ri kelmaydi va asar aynan shu nomutanosiblik ustiga quriladi. Yozuvchining mahorati shundaki, Yodzo jamiyatni inkor qilmaydi, unga qarshi ham chiqmaydi. Aksincha, u jamiyatga moslashishga harakat qiladi. Lekin har bir urinish uni yolg'izlik botqog'iga chuqurroq botiraveradi. U boshqalarga quvnoq, hamma narsadan xabardor, beg'ubor inson sifatida ko'rinishga harakat qiladi. Ammo ongida har doim men bu dunyoga mos emasman degan og'riq sanchilib turadi. Dazai o'rtaga inson o'zi nega jamiyatga mos bo'lishi kerak degan savolni qo'yadi. Yodzo bu savolga javob topolmaydi. Shuning uchun ham u jamiyatga emas, o'ziga qarshi kurashadi. O'zini o'zgartirishga urinadi. Aslida asarning butun dramatizmi ham mana shu nuqtada. Shu sababli bo'lsa kerak, Insonlikdan mosuvoni o'qigan aksar kitobxonlar asarni unuta olishmaydi. Chunki undagi savollar, o'zlikni topishga intilishlar o'quvchining ichida davom etaveradi. Insonlikdan mosuvo romanining umuman olganda Dazai uslubining boshqa psixologik asarlardan ajralib turadigan eng kuchli jihatlaridan biri undagi ruhiy iztirobning bezatilmasdan, parda ortiga olinmasdan haqiqatning bor og'rig'i bilan tasvirlanishi bo'lsa kerak. Asar qahramoni Yodzo ichidagi bo'shliqni yashirish uchun kulgidan, hazildan, kino va shunga o'xshash vositalardan foydalanadi. Uning bu ruhiy holati tartibli, dramatik yoki poetik emas, aksincha chalkash, og'riqli, tartibsiz va boshqarib bo'lmaydigan bir jarayon. Shu sababli kitobni o'qiyotgan odam qahramonni chetdan kuzatmaydi, balki u bilan birga ruhiy iztiroblarni his qiladi. Xuddi Yodzo kabi chalkash tuyg'ular va nihoyatsiz yolg'izlik qa'riga tushib qoladi.
kitobni dunyo bo'ylab mashhur qilgan ham ayni shu jihati deb o'ylayman. Insonlikdan Mosuvoni boshqa asarlardan ajratib turadigan yana bir jihat uning avtobiografik nuqtalari ko'pligidir. Osamu Dazai Yodzu orqali shunchaki badiiy sujet yaratmaydi, balki o'zining hayoti, ruhiy iztiroblari, jamiyatdan begonalashuvi va ishdan evrilib ado bo'layotganini og'riqli darajada samimiy aks ettiradi. Ko'pgina yozuvchilar o'z iztiroblarini badiiy bezak bilan to'ldiradi, ammo Dazai bunday qilmaydi. U o'z hayotini qahramon maskasi ostida emas, balki bu men degan ochiq e'tirof tariqasida bayon qiladi. Natijada kitob o'qilganda badiiy asar bilan emas, balki jonli insonning ruhiyati bilan tanishgandek bo'lasiz. Qisqa qilib aytganda, Insonlikdan Mosuvo romani o'quvchini ruhiy, falsafiy va insoniy teranlik sari yetaklaydi. Qahramonning jamiyat bilan moslasha olmasligi bu shunchaki ijtimoiy muammo emas, balki insonning o'zligini yo'qotib qo'yish jarayonidagi ichki fojia, deydi Dazai. Insonlikdan Mosuvo qisman bo'lsa-da siz va mening iztiroblarimizni, o'y-fikrlarimizni ochib beradi. Shu uchun ham bu asarni qaysidir ma'noda biz haqimizdagi kitob deyish mumkin. Siz ham bu kitobni o'qib ko'ring. Asarning qaysidir qismlarida o'zingizni topishingizga ishonaman. Sizni qanday ruhiy iztiroblar qiynaydi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki oldinda sizni qiziqarli kitoblar haqidagi ko'plab videolar premyerasi kutib turibdi. O'zingizni ehtiyot qiling. Bir burchakda keyingi videolarda ko'rishguncha.